meva va sabzavotlarni quritib soqa qilish haqidagi video. Qaranglar, bu sushilka 6 tonnaligi. Mana shu joyga 10 tonna atilgan 6 tonnaligidan. Ya'ni sutkasiga 60 tonna mahsulot degani. Hozir siliva sezon boshlangan, bitta yirik planda ko'rsatib yuboring. Mana qaranglar. Kilasi bozorda xoma 3000 so'm turadi. Bitta quritib sotganingizdan keyin bu 17000 so'm bo'ladi. Bu normalniy summa degani. Sizlar ko'rib turgan sushilka do'stlar, gazda ishlaydi. Sutkasiga aytib o'tganimizdek 6 tonna. Bunaqadan 10 ta turibdi, yolg'on bo'lmasin, bitta ko'rsatib o'ramiz. Bu sushilkalarda o'zimiznikilar qop tojikistonlik tadbirkorlar kelib qilyapti ekan. Bular oldin ham O'zbekistonda biznes qilgan, aynan mana shu silivani bizdan sotib olib, mana shunaqa sushilkalarda arendaga quritgan. Arendaga quritish xizmati o'rtacha 1000 so'm hisoblanadi. 6 tonnalikka 6 tonna mahsulot solib turib, bir sutkada quritib bersangiz 6 million sizga pulni sanab berib olib ketadi. Oldin bular xuddi shunaqa ish qilgan, ana endi 60 tonna ob'yomda kattagina biznes qilyapti ekan. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki ustanovkasini kelishilgan holda yasab o'rnatib berishadi. 500 kilodan boshlanadi ob'yomimiz. 500 kilodan 10 tonnagacha esa berishadi. Narxini aytmasam doim so'kasizlar. 6 tonnaligi $15,000. Gazda hamda tokda ishlaydigan qilsa bo'ladi buni.